Har safar jisming charchaganda, qalbingda shubha uyg'onganda, yetar degan ovoz kelganda, demak shunda haqiqiy sinov boshlangan bo'ladi. Shunday holatda ko'pchilik to'kilib qoladi. Lekin sen taslim bo'lma, davom et. Chunki sen bilasan, 1 soatlik mashq bu faqat mushak uchun emas, bu iroda uchun, bu xarakter uchun, bu hayotda ham men buni qila olaman degan so'zingni amalda isbotlash uchun. Ha, ba'zi kunlar zerikarli, ba'zi mashqlar jondan o'tadi, ammo maqsad bor joyda bahona yo'q. Haqiqiy g'oliblar his-tuyg'ularga emas, qarorlariga itoat qiladi. Charchoq eng yolg'on narsa, qiyinchilik vaqtinchalik, qo'rquv quruq illyuziya, faqat maqsad haqiqiy. Shunday ekan hech qachon taslim bo'lma. Davom et. Har qanday hissiyotlar ketadi, faqatgina natija sen bilan bir umrga qoladi.